O'ziga ishonchsizlik sizni ortda qoldiryaptimi? Bugun sizlarga 5 ta ishonchli oddiy usulni o'rgataman. Birinchi, kundalik rag'batlantirish. Kuniga 3 ta g'alabangizni yozib, o'zingizni mukofotlang. Bu o'zingizga nisbatan ishonchingizni oshiradi. Ikkinchi, tana tili. Keng qadam tashlang. Bu ham o'zingizga ishonchni oshiradi. To'rtinchi, ishonchni tasavvur qiling. Siz muvaffaqiyatga erishgansiz. Muvaffaqiyatingizni tasavvur qilish ham o'zingizga nisbatan ishonchni oshiradi. Ijodiy tasavvur qiling. To'rtinchi, maqsadli nutq. O'zingizga ertalab men buni qila olaman, men uddalayman deng. Bu ham o'zingizga nisbatan ishonchni yaxshigina oshiradi. Beshinchisi, eng muhimi, qiyin zonaga kirish. O'zingiz qo'rqadigan, qila olmayman degan ishlarni bajaring. Bu ham o'zingizga nisbatan ishonchni oshiradi va bu ish unchalik qiyin emasligini sizga bildiradi. Misol, yangi insonlar bilan gaplashing, ulardan mahoratlarini o'rganing. Bu ham o'zingizga nisbatan ishonchni oshiradi, muvaffaqiyatingizni belgilaydi. Albatta, kommentda o'zingiz erishgan g'alabalarni yozib keting. Bu ham kimlargadir motivatsiya bo'lishi mumkin. Ertaga shanba, ertaga biz stressni boshqarish haqida gaplashamiz. Sayfamga obuna bo'ling. Esingizdan chiqib qolyapti. 41 ta obunachimiz bor xolos. Shuni ko'tarishimiz kerak. Astoydil bo'ling.